Agar sizni shunday maxluq ta'qib qila boshlasa nima qilgan bo'lardingiz? Aftidan Skinwalker yangi darajaga ko'tarilgan ko'rinadi. Masalan, bu kadrda qizni uning do'sti kameraga olayotgan edi. Ammo to'satdan uning ko'zlari qop-qora va bo'sh bo'lib qoldi. Harakatlari esa g'alati edi. Bu ayolda esa hali hech narsa sodir bo'lmagan, lekin AQShda bu hodisani Skinwalkerga aylanish deb hisoblashmoqda. Afrikada esa bir erkak xotirjam baliq tutayotgan edi. To'satdan o'rmondan inson qiyofasiga o'xshash qandaydir maxluq chiqib uni ta'qib qila boshladi. Ilgari Skinwalkerlar asosan faqat hayvonlarning tanasini egallashga urinishgan bo'lsa, endi ko'plab odamlarda ham g'alati holatlar kuzatilmoqda. Masalan, bu oila o'rmonda yashaydi. Kameraga bir necha bor odamga yaqinlashishga urinayotgan maxluq tushib qolgan. Umuman olganda Skinwalkerlar bu tirik mavjudotning tanasidan foydalanib, uning energiyasi bilan oziqlanuvchi yovuz maxluqlardir. Biroq ular bundan ham dahshatli narsalarga qodir. Skinwalkerlarning dahshatli kadrlarini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal manzili profilda.